Bugun odatdagidek Massa restoran oshxonasida emasman. Bugun Bosh oshxonasida Massaning yangi menyusidan ikkita taom tayyorlaymiz. Bonfile go'shtdan minyon va pechda pishirilgan so'mgali salat. Aytgancha, tanishib olaylik. Meni ismim Shokirjon, 25 yoshdaman. 10 yildan beri oshpazlik sohasidaman. Oxirgi 2 yildan beri Massa restoranida shef-povar bo'lib ishlayman. Yillab oshxonada ishlasangiz, texnikaga qarashingiz ham boshqacha bo'lib qoladi. Chiroyli ko'rinishi yaxshi, lekin men uchun eng muhimi ishlaganda qulay bo'lsin va kerakli natijani bersin. Minyon aslida juda ham nozik taom. 1-2 daqiqa ko'p yoki kam bo'lib qolsa ham natija boshqacha bo'lib ketadi. Tashqarisini yaxshilab qizartirish kerak, ichini quritib yubormaslik kerak. Syomka bilan umuman boshqa hikoya. Uni quritib qo'ysangiz tamom, ichida suvligi qolishi kerak. Shuning uchun pechda vaqt va harorat juda muhim. Men yaxshi texnikani shundan bilaman. U bilan ishlaganingizda ortiqcha o'ylamaysiz. Bosh bilan ishlaganda shu jarayon ancha qulay. Haroratni to'g'ri qo'ydim. Endi bemalol taomning qolgan qismiga e'tibor bersam bo'ladi. Tajribamda har xil texnikalar bilan ishlaganman. Shuning uchun oshxonada nimaga ishonish kerakligini tez tushunib olaman. Menga boshda yoqadigan narsa hammasi tushunarli, qulay va eng muhimi natijani nazorat qila olasiz. Shef uchun bundan ortiq yana nima kerak? Bo'ldi, natijani ko'ramiz. Massa restorani menyusidan bonfile go'shtidan minyon va pechda pishirilgan so'mgali salat. Bugun Massa ta'mini Bosh oshxonasida tayyorladik. Menimcha natijani o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda ham mazali. Ana endi savol, siz qaysi bir retseptni bilishni xohlardingiz? Shu video kommentariyada retsept so'zini yozib qoldiring va biz sizga jo'natamiz. Balkim keyingi safar uni siz shaxsiy Bosh oshxonangizda tayyorlarsiz.